Tushda tuxum, go'sht va non ko'rish inson hayotidagi muhim xabarlarning ramziy belgisi hisoblanadi. Tuxum yangi imkoniyatlar va farovonlik, go'sht quvvat va ijtimoiy obro', non esa oilaviy barqarorlik va rizq ramzi sifatida talqin qilinadi. Bu narsalar tushda uchrashi hayotingizdagi yangi imkoniyatlar, energiya va oilaviy mustahkamlik haqida xabar beradi. Qadimiy ta'bir kitoblarida tuxum inson hayotidagi yangi bosqichlarning ramzi sifatida ko'rilgan. Masalan, Sharq an'analarida tuxum moliyaviy farovonlik va imkoniyatlar belgisi. Agar tushda tuxum porlaydigan va toza bo'lsa, inson hayotida yangi imkoniyatlar ochiladi. Biznes va shaxsiy rivojlanishda barqarorlik paydo bo'ladi. Singan yoki chirib ketgan tuxum esa ehtiyotkorlikni va xayolparastlikdan xoli bo'lish zarurligini eslatadi. Qadimgi turk va fors ta'birlarida ham tuxum singani insonning atrofidagi munosabatlarda va iqtisodiy ishlarda ehtiyotkorlik zarurligini anglatadi. Go'sht tushi sog'liq, kuch-quvvat va ijtimoiy obro' sifatida talqin qilingan. Toza va pishgan go'sht ko'rish insonning energiyasi va hayot quvvati ortishi, ijtimoiy obro'ning va barqarorlikning rivojlanishini ko'rsatadi. Agar go'sht notoza yoki chirib ketgan holda ko'rinsa, bu hayotda ehtiyotkorlik va muammolarga tayyorgarlik qilish zarurligini anglatadi. Qadimiy kitoblarda go'sht insonning ichki kuchini va tashqi munosabatlardagi barqarorligini belgilashda asosiy ramzlardan biri sifatida keltirilgan. Non esa oilaviy barqarorlik, mehr-muhabbat va rizq ramzi hisoblanadi. Tushda nonning toza va yaxshi ko'rinishi hayotda hamkorlik va samimiy munosabatlarning ortishi, rizq va barakaning ko'payishi bilan bog'lanadi. Qadimgi ta'birlarda non oilaviy hamkorlik va mehr-muhabbatning muhim belgisi sifatida ta'riflangan. Bu uch ramz birga tushda uchrasa, insonning hayotida yangi imkoniyatlar ochiladi, kuch-quvvat va oilaviy farovonlik paydo bo'ladi. Qadimiy ta'bir kitoblarida ham shu kabi tushlar insonning kelajakdagi baxtiyorligi va barakasi haqida xabar beradi va har bir ramz ehtiyotkorlik va to'g'ri qarorlarning qabul qilishga chaqirish sifatida talqin qilingan. Qadimiy ta'bir kitoblarida ham shu kabi tushlar insonning kelajakda baxtiyorligi va barakasi haqida xabar beradi va har bir ramz ehtiyotkorlik va to'g'ri qarorlarni qabul qilishga chaqirish sifatida talqin qilinadi. Tuxum, go'sht va non bilan bog'liq tushlar insonni hayotiy yo'llarini qayta ko'rib chiqishga, imkoniyatlardan oqilona foydalanishga va oilaviy hamkorlikni mustahkamlashga undaydi. Qadimiy ta'bir kitoblarida insonning shijoati, diqqat va mas'uliyat bilan harakat qilishining ahamiyati ta'kidlangan.